Erkak kishi qarzga botib qolib chorasiz qolganda orqasidan pichirlab malomat qilmanglar. Qayerga borsa yuziga eshik yopilayotgan, tirikchilikka bitta ish topa olmayotgan odam u dangasi emas. U Allohning eng og'ir imtihoni oldida turibdi. Sirtdan turib harakat qilsang bo'lmaydimi deb aytish oson. Lekin siz bilmaysiz u necha eshikka bosh urganini. Kechalari ich-ichini yeb, yig'lab joynamoz ustida yechim so'rayotganini. U pulni atayin olib uxlatdim deb yurgani yo'q. Qarz insonni tiriklayin qabrga tiqadigan, halovatini o'g'irlaydigan yuk-ku. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: qarzning g'amidan, erkaklarning mag'lub bo'lishidan panoh so'ranglar. Dinimizda sinovdagi dindoshiga malomat qilish emas, qo'l uzatish buyurilgan. Erkak kishi uchun chorasizlikdan, oilasi oldida boshi egik bo'lishdan og'irroq jazo yo'q. Bugun uni kamsitsangiz, ertaga Alloh sizni shunday sinab qo'yishidan qo'rqing. Allohning sinovida yurganlarni malomat qilmang.